Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar, bugun Boytirak yili bir ajoyib tashabbus bilan mana shu 7 ta farzandni sunnat to'yini o'tkazib beryapti. Mana shu elga, xalqqa katta rahmat aytaman. Jamol bormi? Jamol boshliq. Jamolni ham kasbkorga baraka bersin. Hammalaringizni kasbkorlaringizga baraka bersin. Yigitlar o'lib o'sib, mana shu elni, xalqni orini oladigan ajoyib yigitlar bo'lsin. Xudo xolasa uylanish to'ylariga ham kelib xizmat qilish hammamizga nasib qilsin. Marhamat. Do'stlar yayrab yashnamoqda zamanim, yashnayotgan zamona ko'z tegmasin. Borayotur ulug' yo'ldan karvonim, rizqi ulug' karvona ko'z tegmasin. Borayotur ulug' yo'ldan karvonim, rizqi ulug' karvona ko'z tegmasin. Kim halaldir yegan nonimiz, xalqqa xizmat qilur kasb-u korimiz. Ulug'laymiz o'zbek degan nomimiz, bunday o'zning imkoni ko'z tegmasin. Ulug'laymiz o'zbek degan nomimiz, bunday o'zning imkoni ko'z tegmasin. Surayotgan davrona ko'z tegmasin. Xalq ahildir bizdan balolar qochar, surayotgan davrona ko'z tegmasin. Do'stlar yuru osmona ko'z tegmasin. Shukrona sochaylik yuru osmona, do'stlar yuru osmona ko'z tegmasin. Do'stlar yuru osmona ko'z tegmasin. To'ylar yaxshi kunlar bor bo'lsin. Ana endi sunnat bolalarni davraga ta'lluq qilamiz. Sho'x raqslarga qarindosh, urug' hammasini davraga ta'lluq qilamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Davraga